Assalomu alaykum, Texno Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bu video orqali Telegramda hech qanday dasturlash tillarisiz oson va professional tuzilgan mukammal botlarni yaratishni o'rgataman. U qanday bot bo'ladi? Hozir juda ham rivojlanib ketayotgan, kodini yozsa kinosini tashlab beradigan kinobot yasashni o'rgataman. Ekranga yaqinroq kelib oling. Demak, biz boshlaymiz. Birinchi bo'lib Telegram qidiruviga smart const bot deb yozamiz. Mana shu birinchidagi bot chiqib keladi. Smart const bot. Smart const bot. Userni eslab qolinglar, foydalanuvchi nomisini boshqa botlar aldaydi. Xuddi mana shu smart const botga kirishingizni so'rab qolaman. Start bosganingizdan so'ng mana shunday oyna ochiladi. Pul ishlash, maxsus buyurtma, ma'lumotlar, kabinet, botlar boshqaruv. Biz kabinetni bosib, hisobimizni to'ldirib olishimiz mumkin. Pul ishlashni bosib, hisobimizga odam taklif qilib pul ishlashimiz mumkin. Xo'p, bitta taklif uchun 250 so'm beriladi. 10 ta odam taklif qilsangiz 2,5 so'm pul mablag'i ishlab olishingiz mumkin. Bu yerda botlarni boshqarish tugmasini bosganimizdan so'ng mana shunday oyna ochiladi. Bizga hozir kinobot ochishimiz kerak. Shuning uchun yangi bot ochishni tanlaymiz va birinchida mana kinobot chiqib keladi. Bu kinobotni batafsil ma'lumot degan joyni ko'proq ustiga bitta bo'lsak, qanaqa kinobot bo'lishi hammasi to'liq yozib qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda botni yaratish degan tugma bor. O'shani bosganimizda mana shunday oyna ochiladi. Ya'ni bot yaratish, kinobot narxi 50 ming so'm. Eslab o'tamiz, bot narxi 50 ming so'm. Bu botni ochishingizdan oldin hisobingizda 50 ming so'm pul mablag'i bo'lishi kerak. Kabinet buyruq tugmasini bosib, hisob to'ldirish tugmasini bosib, kartaga to'lovni amalga oshirib, to'lovni skrinshot qilib yuborgan holda hisobni to'ldirsangiz bo'ladi. Endi biz bot ochishimiz uchun bot fazer orqali olingan tokenni kiriting dedi. Bizga endi Telegram qidiruviga bot fazer deb yozamiz. Mana birinchida galochkasi bor bot chiqib keladi. Aldanmanglar, boshqa botlar bot ochib bermaydi. Mana shunday bot fazer deb qo'ygan. Galochkasi bor, a'zosi ko'p bot chiqib keladi. Start bosganimizdan so'ng mana shunday oyna ochiladi. Bizda menu degan tugmani bosib, birinchidagi new bot deb bosamiz va yangi bot yaratish qilamiz. Bizga test uchun nom kirit deyapti. Masalan, kinobot. Nom kiritganimizdan so'ng endi unga foydalanuvchi nomi, ya'ni username kirit demoqda. Username kiritish uchun pastdagi klaviaturadan hech kimda yo'q, ya'ni oldin boshqa odamlar foydalanmagan username ni kiritishimiz kerak. Buning uchun kinolar bots bot deymiz. Buni hech kim foydalanmagan bo'lsa kerak. Mana foydalanmagan ekan. Endi bizga botingiz muvaffaqiyatli yaratildi. Mana user dedi. Endi bu botning ichiga kirib ko'ramiz. Bu bot ishlamaydi. Chunki hali biz dasturga ulaganimiz yo'q. Endi bu yerda pastida mana HTTP AP deb turib token bergan. Ustiga bossak nusxa olinadi. Ya'ni mana bu token. Sizda ham beradi. Endi biz boyagi smart const botimizga kiramiz. Mana bot yaratish degan tugma menyusiga kirganimizda kinobotni tanlab, shu yerga bot fazer orqali olingan token kiriting deganda o'sha bot fazer bergan tokenni bosib, yaratish tugmasini bosamiz. Yaratish tugmasini bosganimizda mana shunday bot muvaffaqiyatli yaratildi. Bot username kinolar bot muddati 10 kun oldindan to'langan. Eslatib o'tamiz, bu yaratilgan botlarni oylik to'lovi bor. Birinchi 10 kun bepul ishlaydi, keyin oyiga 30 ming so'mdan to'lov qilinadi. Bu botning sifati va professionalligiga qaraganda ancha arzon. Oddiy dasturchiga botni zakaz qiladigan bo'lsangiz, kamida 500 ming so'mga ochib beradi kinobotni. Bunda bot yasash avtomatlashtirilganligi sabab narxlar arzon va sifatli. Endi kinolar botimizni tekshirib ko'ramiz. Qaytadan start bosganimizda mana bizga dastur ishladi. Endi bu yerdan panel buyrug'ini yuborib, admin paneliga kiramiz. Statistika, kino yuklash,
xabar yuborish, kanallar sozlash, hammasi keltirib ko'rsatib berilgan. Bot muvaffaqiyatli ishlaydi. Endi bu yerdan botlarimni boshqarishni bosganimizdan so'ng mana shu joyda kunlik to'lov qilish, ya'ni hisobimizni to'ldirganimizdan so'ng kunlik to'lovni bosib to'lov qilsak bo'ladi. Botni o'chirib tashlashimiz mumkin, botni yangilashimiz mumkin. Agar botda birorta xatolik chiqadigan bo'lsa, yangilashni bossangiz bot yangilanib, to'g'ri ishlashni boshlaydi. Hop, tokenni yangilash mumkin, ya'ni bot fazerdan qaytadan token qilib o'zgartirsangiz bo'ladi. Texno Dunyo kanalini kuzatishda davom eting.